20 yillik turmushdan ajrashgan, rus qizini kelin qilgan va 8 tilda qo'shiq kuylagan Nasiba Abdullayeva, O'zbekiston va Ozarbayjon xalq artisti Nasiba Abdullayeva 1961-yilning 15-noyabr kuni Samarqand shahrida dunyoga kelgan. Otasi Meklikyor Muhammedovning kelib chiqishi Eroniy xalqlarga, onasi Xol Chuchuk Halimqul va tojik millatiga mansub bo'lgan. Ular 7 farzandni dunyoga keltirib tarbiyalashdi. Farzandlar orasida 2 millat xalq artisti Nasiba Abdullayeva ham bor. Millatingiz nima? Ozarbayjonmisiz degan savolni ko'p berishadi. Aslida insoniy hayotida millat u qadar muhim ahamiyatga ega emas. Chunki inson qayerda tug'ilgan va tarbiyalangan bo'lsa, baribir o'sha yerga moslashib ketadi. Hatto slavyan bo'la turib ham O'zbekistonda tug'ilgan bolalar o'zbek bo'lib ulg'ayganiga guvoh bo'lganman. 10-sinfni yakunlab pasport olishga borganimda millati degan joyga o'zbek deb yozishgan. Oilada 7 farzandning kenjasi bo'lganim uchun ham erkatoy edim. Onamning muhabbatini his qilib tursamda, atrofimdagi tashvishlarning ko'prog'i otamning zimmasida ekanini ko'rib ulg'aydim. Men ko'ngildagi hamma orzu-niyatlarimni ochiq ayta olar, ular esa amalga oshirishga hamisha tayyor turishardi. Orzularim boshqa qizlarnikiga o'xshab, falon ko'ylakni yoki o'yinchoqni olib bering emas, balki musiqa to'garagiga borgim kelyapti. Akordeon olib bering deganga o'xshash edi, deydi Nasiba Abdullayeva. Xonada tabiatan qizlar bilan unchalik til topisha olmagani va qiziqishlari ham o'g'il bolalarga xos bo'lganligi haqida so'zlab bergan. Do'stlarimning ko'pchiligi o'g'il bolalar bo'lgan. Ular bilan birga yugurish, velosiped uchishni yaxshi ko'rardim. Hatto gapimiz bir-biriga mos kelmasa, mushtlashib ham ketardik. Shunday bo'lsa-da, maktabdagi eng a'lochi o'quvchilardan biri edim. 10-sinfga qadar faqat a'lo baholarga o'qiganman, deydi xonanda. Nasibaning san'atga qiziqishi va kuylash qobiliyatini ko'rgan dadasi uni qo'llab-quvvatlab, musiqa to'garagiga olib boradi. San'atkor bo'lishim kerakligini bilgan va bunga ishongan faqat otam bo'lgan. Akalarim san'atkor bo'lishimga biroz qarshilik qilishgan, faqatgina dadam men tomon edi. Hatto shunday vaziyat ham bo'lganki, dadam rahmatli, qizning otasi menman, tirik ekanman, uning tarbiyasi ham, yurish-turishi ham hammasi mening bo'ynimda. Shuning uchun gapirmanglar. Unga o'zim oq fotiha berganman. San'at yo'ldan ketadi degan. Musiqaga faqat qiziqish va qo'shiqlarni o'zingcha o'rganib, ijro etishni o'zi yetarli emasligini ham dadam juda yaxshi tushungani bois doim qo'llab-quvvatlagan. Meni Samarqand ofitserlar uyi qoshida joylashgan harbiylarning farzandlari uchun mo'ljallangan musiqa studiyasiga o'qishga joylashtirgan. Ro'zg'or yuki dadamning bo'ynida bo'lgani uchun sahardan to qosh qorayguncha ishlashga majbur edi. Ammo hamisha men uchun vaqt topardi. Yozning jaziramasida ham, qishning qahratonida ham studiyaga olib borib kelishga vaqt topardi, deydi Nasiba Abdullayeva. O paytlarda oliy o'quv yurtlari juda kam edi. Imtiyozli attestatni qo'lga kiritgan Nasiba Abdullayevaga Samarqanddagi arxitektura institutiga hujjat topshirishni maslahat berishadi. Chunki bu institut uning uyiga ancha yaqin edi. Institut xodimlari uyingiz oliy o'quv yurtiga yaqin ekan, sizni kechki bo'limga o'qishga qabul qilamiz degandi. Maktabda 10 yil davomida faqat a'lo baholarga o'qiganman. Nima uchun institutda kechki bo'limda o'qishim kerak deb hujjatlarimni qaytarib olganman. Musiqiy studiyaning diplom bilan maktabga ishga joylashganman, deydi Nasiba Abdullayeva. Nasiba Abdullayevaning ovozidagi nazokatni payqash shunchalik qiyin emasdi. Botir Zokirov ham 18 yoshli Nasiba Abdullayevaning qobiliyatini yuksak baholaydi va kun kelib u mashhur san'atkor bo'lish haqida aytadi. Nasiba Abdullayeva karyerasida juda erta muvaffaqiyatga erishadi. 18 yoshda uni butun Markaziy Osiyo davlatlari taniydi. Ko'plab gastrol safarlarga taklif qilishadi. Ammo o'sha davr san'atining yozilmagan qoidasi bor edi. Ya'ni tezroq turmushga chiqib oilali bo'lmasa odamlarning u haqdagi tasavvurlari yomon bo'ladi. O'sha bois xonanda 18 yoshda ozarbayjonlik gitarachi Eldor Abdullayevga turmushga chiqadi. O'shanda shunaqa yoshda edimki, men uchun insonni juda yaxshi bilib bilmasligim 2-chi, 5-chi, 10-chi o'rinda edi. 18-19 yoshda u insonning kimligi, qanaqa insonligini o'ylaydigan aql idrokimiz bo'lmaydi. Bu inson senga bugun qanchalik kerak va bu insonning yonida o'zingni qanchalik baxtli his qilyapsan degan savollar birinchi o'rinda turadi. San'atga kirib borganim yaqinlarim orasida ham har xil munosabatlarga sabab bo'lgani uchun u munosabatlar ba'zan shunchalik chuqurlashib borar ediki, haqiqatan juda ko'ngilni og'ritadigan darajaga kelardi. Oila qurishimga birinchi sabab turmush o'rtog'imga nisbatan yoshlikda mehr qo'yganim bo'lsa,
Ikkinchi sabab yaqinlarimning menga bo'lgan negativ munosabatiga chek qo'yish edi. Shuning uchun oila qurish taklifi kelganda u yoq bu yoqni unchalik o'ylamasdan javob berganman. Shundan keyin mana oilali bo'ldi. Bizning zimmamizdan mas'uliyat ketdi. Endi singlimiz uchun xotirjam bo'lsak bo'ladi degan fikrga borishadi. Hammaning ko'ngli tinchiydi deb o'ylaganman. Lekin o'shanda dadam turmushga chiqishimni xohlamagan. San'atkor bo'laman, orzularim bor degan eding. Menga boshqa gaplarni gapirganding. Endi nimaga shoshib turmushga chiqish yo'lini tanlading degan. Ammo dadam meni qarorimga hurmat bilan yondashib javob bergan deydi san'atkor. Nasiba Abdullayeva 1981-yil to'ng'ich o'g'li Anvarni 6 yildan so'ng kichik o'g'li Akbarni dunyoga keltiradi. U o'sha paytda ham shaxsiy hayot haqida gapirishni istamasdi. Shu kungacha 20 yillik turmushining buzilish sabablarini ham ochiqlamagan. Nasiba Abdullayeva boshqa millat qizini kelin qilgani va qarordan hech qachon afsuslanmasligini ham aytib o'tgan. O'g'lim Anvar 30 yoshga qadar uylanish haqida o'ylamadi. Bir kuni rus qizni yoqtirib qolganini aytdi. Uchrashdik, bir ko'rishda u qiz ko'nglimga tushdi. U iqtisodchi, ishga ertalab ketib kechga qaytadi. Kelinlik vazifasi sabab karyerasi to'xtab qolishini istamayman. Sevimli ishi bilan shug'ullanib pul topishiga qarshi emasman. Rus kelin u ishlarni qila oladimi deb ko'p so'rashadi. Shu kungacha unga biror ishni qilishga majbursan demaganman. Majburlab bajarilgan ish bilan ko'ngli istab qilinganning o'rtasida katta farq bo'ladi. Yaxshi inson millat tanlamaydi. Men kelinimdan hamisha mamnunman deydi xonanda. Nasiba Abdullayevaning hamisha ozg'in va xipchabel yurishi bilan bog'liq mishmishlar ham tarqalgan. Ba'zi muxlislar jarrohlik amaliyotini o'tkazgani va beliga maxsus moslama joylashtirilgani haqida aytishadi. Xonandaning og'ir kasal ekanligi haqidagi mishmishlar ham quloqqa chalingan. Og'ir kasallikning yakuni bo'lishi kerak. Men ijodni boshlaganimdan buyon qomatim o'zgarmagan. Xipchabellik oilamizga xos. Hatto onam ham 80 yoshida chiroyli qomat egasi edi. Bolalikdan to'yib bir porsiya ovqatni yemasdim. Sababini bilmayman, ammo tanam ko'p ovqat yeyishni istamaydi. Kam-kam va tez-tez ovqatlanaman. Ko'pchilik odamlar kuniga 3 mahal ovqatlansa, men 5-6 marta dasturxonga o'tirishim mumkin. Ammo yeguliklarim porsiya jihatdan juda oz bo'ladi deydi Nasiba Abdullayeva.